Hozir men sizlarga Greenleaf korporatsiyasini ayollarimiz ishlatiladigan ginekologik vositalarni ko'rsatib o'taman va test qilib beraman. Bu bizani ayollarimiz ishlatiladigan lechebniy prokladkachalarimiz hisoblanadi. Mana bu 12 taligi, bu 6 taligi. Mana bu esa shpris hisoblanadi. Ichida 6 ta bo'ladi. Bu 3 haftaga yetadi. Endi hozir men sizlarga mana bu bizani ishlatiladigan ginekologический prokladkamiz hisoblanadi. Bu Greenleaf'ga. Mana bu ночной, bu дневной. Mana bu har kunlik ishlatiladigan ежедневка hisoblanadi. Endi bu mana bizani Greenleaf korporatsiyamiz prokladkachasi. Hozir men sizlarga ochib ko'rsataman, test qilib ko'rsataman. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Mana bu bizani ko'chada ishlatib yuradigan prokladkamiz hisoblanadi. Buni ham hozir ochib ko'ramiz. Endi yaqinroq kelsanglar men sizlarga ko'rsataman. Bu mening qo'limdagi 50 ml suv oldim. Bunga 50 ml suv qo'yaman, bunga 50 ml suv qo'yaman. Hozir bunga qo'yyapman mana. 50 ml suv. Wow. Mana hammasini qo'yaman. Endi bunisiga qo'yamiz 50 ml suv. Mana. Ko'ryapsizlar? Bir xilda qo'yamiz. Endi shim olishini 1 sekund kutamiz va men bu bambuk salfetkamiz bilan sizlarga test qilib ko'rsataman. Mana hozir endi bambuk salfetkani ikkiga buklab, bunga bitta bambuk salfetka qo'yamiz, bunga bitta bambuk salfetka qo'yamiz. Bu cheti endi hisobga olasizlar. Mana o'rtasi. Mana. 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 Nimani ko'rdinglar? Qizlarjonlar, hurmatli qizlar, hurmatli ayollar. Biz nima ishlatib yuribmiz mana? Hozirgi kungacha mana yana 3-sini qo'yaman. Endi shu prokladkani ishlatib yursanglar, sizlar polniy ginekologik kasallik o'zingizlarga orttirib olasizlar. Bizani prokladkamizni ishlatsanglar, kasallikni umuman yo'qotasizlar.